Assalomu alaykum, hurmatli biz kuzatuvchilar. Hop, madam mashinamiz mana Nexia. Udar bo'lgan, bunga kecha tumanda g'ildirak orqaga ketgan, istoykani olib kirib ketgan ichkariga. Mana bu joylarda mana zaklovkalardan qo'yib yuborgan. Yana mana bu joyda ham bor mana zaklovkasini qo'yib yuborishlari. Richak bukilgan. Mana richak. Stoy eshiklarni olib kirib ketgan mana parogi. Parogini ham yegan. Xudo xolasa buni tortib joyiga keltiramiz. Roloy tiyaga ham bukilgan, qayrilgan. Eshik yopilmaydi. Eshikda muammo bor. Buni ham sekin mana joyiga keltiramiz. Soat hada o'ylanib tiklab turib ichkariga olib kirib ketishimiz kerak. Operatsionniy stolga. Bu naslkada turibdi. Kecha shunday kelgancha qo'yib qo'yganmiz buni. Do'stlar, mana bu xudo xolasa orqa tomonlari mana teshilib yirtilib ketgan ekan. Udar bo'lganda Nexia'miz ahvoli sal og'irroq. Tashqi ko'rinishda jabrlanish ko'p yasu, katta emas, lekin ichida jigarni ezib qo'yibdi buni. Tashqi tarafidan qaraganda bitta kirlov qo'yiladi, bo'ldi degan xayol bo'ladi. Atak ichida buni mana bitlar yorilib ketgan, tortqi bo'lgan. Aytlar ochilib ketgan. Pollar bukilib ketgan, mana valni berib yuborgan pollari ham. Paroga qayrilib ketgan. Bu mashinada o'zi bir paytlar orqasini almashtirganmiz buni. Orqa taraf qo'yilgan. Majida ulangan edi. Bilmam bunga 6 yil bo'ldi u. Hali mana hech narsa o'zgargan yo'q. Даже bilinmaydigan darajada turibdi mana. Shu mashinadan ulanib orqa taraf qo'yilgan bu Nexia'ni orqasi. Ulangan joyi xudo xolasa mana 6 yil bo'lgan bo'lsa birorta joy zang-pang bir narsa chiqqani yo'q ekan. Birov bilmaydigan darajada chiroyli turibdi. Bu paytda YouTube kanallarimiz yo'q edi, YouTube'ga qo'ymagandik buni ishlarimiz. Hop, mana tashqarisi, ichi, mashinaning ichkarisi. Mana yirtilib ketgan joyi. Ahvol og'ir. Qilish kerak buni endi. Og'irmi, yengilmi, xullas qilish kerak. Mana operatsionniy stolimizga keldi. Tortqilar ham keldi. Inshaalloh bismillah deb boshlaymiz buni ham birgalikda. Ko'tarib ketyapti. Sekin to'xtab tursin ozgina. Mana do'stlar, bu mashinamizni mavjudlarni ochib tashlaganmiz. Hop. Motorni tushirdik. Mana motori. Ish bu yerda seryozni ekan, ichlari yorilmagan joyi qolmabdi. Shuning uchun motor tushirishga qaror qildik. Roloy kolonkani yechdik. Yorilmagan joyi qolmagan. Pechkalar yechdik. Pechkan taglari ham yorilib ketgan. Mana yorilganlar. Butun joy qolmagan bunda. Do'stlar, mana buni tortishni davom etyapmiz. Mana bu joydan mana tortib tashqariga mana xohlasa oldidan mana tortilyapti. Oldidan mana bu richakka udar bo'lganda, balonga udar bo'lganda orqaga ketib qolgan edi. Buni oldiga tortdik. Oldiga tortish jarayonida o'rtasi bir-biriga torayib ketmasligiga muntirab qo'ydik. Qarasak ozgina torayib qoldi. Muntirab joyiga razmerga qo'ydik-da. Mana. Bu ham razmerda turibdi. Oldiga tortilib turibdi mana. Xudo xolasa
Mashinamiz razmerga tushyapti. Do'stlar, mana xudo xolasa yemoqni ham tayyorlab joyiga qo'yishga harakat. Mana bitta ikkita qilib ilashtirib sekin urib joyiga tushiryapmiz buni. Svarkadan iborat bo'lib ketdi buni ichlari endi. Do'stlar, mana bu go'zallikni qaranglar mana. Buni qaranglar, mana yorilmagan joyi qolmaganda bu mashinani. Mana ushlab turadigan narsa. Mana hozir ochdik buni. Kesib, ko'tarib oldik tepaga. Endi mana bu joyni tekizlab pishirib, ustidan yamoq qo'yaveramiz. To'g'rimi Jamshid aka? Mana katta usta, ha?